Mehmon kutmoqchi bo'lsangiz qanaqa somsa qilsam ekan deb boshingiz qotadimi? Keling, men sizga dasturxoningizni cho'tki-mo'tki qiladigan somsa retsepti bilan bo'lishaman. Un bilan saryoni kroshka qilib olamiz. Ustidan tuz, razriqli til, bir dona tuxum, qatiq yoki smetana solib, o'rtacha yumshoqlikda xamir qorib olamiz, tindirishga qo'yamiz. Qiymasi ketma-ketligini aytib o'tirmayman. O'zingiz xohlaganingizdan tayyorlab olaversangiz bo'laveradi. Muzlatgichda yarim soat tingan xamirimizni olib, yong'oqdan salgina kattaroq zuvolachalar uzamiz. Bitta-bitta yoyib, xuddi videoda ko'rsatilganidek tomchi ko'rinishida tugib olamiz. Tomchiga o'xshadimi? Ustidan tuxum sarig'ini surib, kunjutga belab, listga terib olamiz. Kecha bozorga borganda ko'zlarim olma terib, listga soladigan pergamin qog'oz olish esdan chiqibdi. Listga terilgan somsalarni 40-45 daqiqaga duxovkaga jo'natamiz. Eng yomon ko'rgan ishim bu somsa listini yuvish. Yaxshiyam menda Bavi super очистители bor. Shishasida bir qoshiq sepib, ustidan qaynagan suv quyaman, 5 daqiqaga ivitaman. Simsetkada qirtishlab yuvib o'tirmasdan oz so'nggina chayib olaman. Kaltillab yangiday bo'ladi. Aytgancha, bu somsa retseptini birinchida turgan odamga jo'natib qo'ying. Mehmonga borganingizda xuddi shu somsadan pishirib qo'ysin.